Sharqiy Turkistonning Altay viloyati Chingil nahiyasida yillardan buyon dehqon chorvachilik bilan shug'ullanib kelayotgan qozoqlardan 800 dan ortiq oilaning yizlarni shaharlashtirish nomida bino uylarga kollektiv shaklda o'rinlashtirilganligi o'ttirg'i chiqdi. Turkiston press to'rining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı Altayda namoratlarni yo'lash nomida sog'an o'ltiraq rayonlarga o'rinlashtirilgan xalqning namoratlikdan qutulishini maqsad qilganligini aytdi. Yutkash ishlari 2011 yil boshlangan bo'lib, 2020 yilgacha 760 mingdan ko'proq oilani yutkash planlangan. Binolarga yutkazilgan kishilarga bo'lsa Xitoy tili va qonun bilimlari o'rgatilgan. Ommaviy taratquv manbalari bo'lgan Facebook va Twitter Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida davomlashayotgan namoyishlar haqida xato uchur tarqatdi degan ayblash bilan yuzlagan hisobni taqib etgan. Twitter'da e'lon qilgan bayonotda 963 hisobning vaqtliq to'xtatilganligi bildirildi va bu xato uchur tarqatish harakatining Hong Kongda siyosiy kelishmovchilik paydo qilishni maqsad qilganligi aytildi. Bayonotda bu haqda ilib berilgan tekshirishda bu harakatning Xitoy hukumati tomonidan qo'llashga erishganligi haqida ishonchli isbotlarga erishganligi bildirildi. Twitter'dan keyin Facebookning Hong Kongdagi namoyishlarni nishon qilgan yolg'on hisob va sahifalarni taqqiganligini bildirdi. Amerika o'rta manzillik yadro qurollari ahdnomasi chekinib uzun o'tmayla cheklangan bir boshqariladigan bombani sinab qildi. 5 burchakli bino e'lon qilgan bayonotda Mudofaa ministrligiga quruqlikqa o'rinlashtirilgan bir boshqariladigan bombani Kaliforniyaning San Nikolas orolida sinab qildi. Boshqariladigan bomba etilgandan keyin 500 kilometrdan ortiq uchgandan keyin nishonga to'g'ri shaklda urildi deyilgan. Bayonotda bu sinoq orqali erishgan ma'lumotlarning o'rta o'lchamdagi boshqariladigan bombalarni yasashga yordam beradiganligi bildirildi. Fransiya prezidenti Macron Suriya masalasi haqida to'xtalib, Sochida kelishgan bo'yicha Idlibda urush to'xtatishni davomlashtirish kerakligini aytdi. Rossiya prezidenti Putin bo'lsa, Rossiya Suriya armiyasining Idlibdagi terrorchilarga qarshi kurashlarini qo'llaydi dedi. Macron bilan Putin o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Macron yig'indan keyin Putin bilan ilib borgan uchrashishda Ukraina, Iran va Suriya masalasini muzokara qilganligini aytdi. Va Ukraina masalasida oldimizdagi haftalarda Normandiya formatida Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya bir yuqori darajaliklar yig'in ichishni xohlaydiganligini bildirdi. İran Tashqi ishlar ministri Muhammad Javad Zarif yangi bir yadro kelishim uchun Amerika bilan muzokara qilishni xohlamaydiganligini bildirdi. İran davlat taratqullarining xabar qilishicha, Finlandiyada ziyorati bo'layotgan Zarif Finlandiya tashqi ishlar ministri bilan ko'rishgandan keyin o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Washington bilan Tehron orasida muzokara ishkiga taqalganligini aytdi. Hamda vositachilik hammadan burun Amerikaning va'dasiga rioya qilish uchun qilinish kerakligini bildirdi.